Assalomu alaykum aziz o'quvchilarim. Siz bilan bugungi o'tadigan mavzumiz o'zbek tilining taraqqiyot bosqichlari mavzusi. Bilasiz, har bir til davrlar oshib asta-sekin shakllanib, rivojlanib, bugungi kun ko'rinishiga kelgan. Jumladan, o'zbek tili ham bir nechta taraqqiyot bosqichlarini bosib o'tgan. O'zbek tili hozirgi o'zbek adabiy tili davrigacha, ya'ni bugungi kungacha qaysi bosqichlarni bosib o'tgan? O'zbek tilining taraqqiyot bosqichlari asosan 4 ta. Ular birinchisi qadimgi turkiy til davri. Sizga testlarda tushayotgan paytda qadimgi turkiy til davri o'z ichiga nechinchi asrlarni oladi degan savol beriladi. Qadimgi turkiy til davri xalq og'zaki ijodi davridan 10-asrgacha bo'lgan davr oralig'idir. Ya'ni 10-asrgacha bo'lgan davrni biz qadimgi turkiy til davri deb atar ekanmiz. Qadimgi turkiy til davri o'z ichida yana 4 ta bosqichni bosib o'tgan. Bular birinchisi Oltoy davri, ikkinchisi eng qadimgi turkiy til davri, uchinchisi qadimgi turkiy til davri va o'rta turk davri. Demak, qadimgi turkiy til 4 ta bosqichni bosib o'tgan. Endi xuddi shu davrlarda yana testlarda ko'p tushadigan savol, barcha turkiy xalqlar uchun asosiy shakllangan, rivojlangan davr qaysi deb savol beriladi. Bu o'z-o'zidan eng oxirgi davr o'rta turk davri hisoblanadi. Endi biz bu davrga qaysi yozma manbalarni kiritamiz? Bilasiz, xalq og'zaki ijodi davrida og'zaki nutq ko'p shakllangan, ya'ni yozma manbalar asosan 5-6 asrlarga kelib aniqlangan. Ya'ni asosiy aniqlangan manbalar 5-6 asrlarga tegishli hisoblanadi. Qadimgi turkiy til davriga tegishli bo'lgan yozma manbalarning asosiy boyligi bu O'rxun, Enasoy bitikdoshlari hisoblanadi. O'rxun, Enasoy bitikdoshlari 5-7 asrlar oralig'ida yaratilgan. Tilshunoslikda esa asosan 18-asrlarga kelib o'rganilgan manba hisoblanadi. Nega O'rxun, Enasoy manbalari deymiz? Ya'ni O'rxun bilan Yenisey daryolg'ining orasidan topilgan bitiklar bo'lganligi sababli bu manbalar tarixda O'rxun, Enasoy bitikdoshlari deb yuritiladi. O'rxun, Enasoy bitikdoshlarining fanga 700 ga yaqini ma'lum qilingan. Bilasiz, bu manbalar dastavval o'rganilgan paytda yozuv ko'rinishlari bugungi kundagi biz foydalanayotgan yozuv ko'rinishiga o'xshamaganligi sababli dastlab bu manbalar aniqlangan paytda g'arbga tegishli bo'lgan manbalar bo'lsa kerak deb g'arbga taqdim etilgan va g'arbda bu manbani o'rganayotgan paytda ularda qiyinchilik tug'ilganligi sababli bu O'rxun, Enasoy bitikdoshlarini runik yozuv nomi bilan ham atashgan. Runik so'zining ma'nosi esa sirli, maxfiy degani. Ya'ni sirni ochish olmaganligi sababli shunday nom berilgan. O'rxun, Enasoy bitikdoshlari O'rxun yozuvida yozilgan. O'rxun yozuvini biz demak runik yozuv deb ham atashimiz mumkin yoki keyinchalik dulbarchin yozuvi deb ham yuritilgan ekan. Demak, O'rxun, Enasoy bitikdoshlari O'rxun yozuvi, dulbarchin yozuvi yoki runik yozuvi nomi bilan ham yuritilgan. Ikkinchi davr eski turkiy til davri. Bular asosan 10-asrdan keyingi 11, ayrim bir manbalarda 12-asrgacha bo'lgan davr deb ham ko'rsatiladi. Eski turkiy til davriga tegishli bo'lgan yozma manbalar qaysilar? Bular bilasiz, birinchi manba o'zbek tilshnosiga tegishli bo'lgan dastlabki o'sha ma'lum bir o'zbek tilshnosi tomonidan yozilgan manba bu Mahmud Qoshg'oriyning Devon-i Lug'ati Turk asari hisoblanadi. Demak, Mahmud Qoshg'oriy birinchi o'zbek tilshnosi, birinchi o'zbek folklorshunosi, birinchi o'zbek etnografi hisoblanadi. Nega? Sababi Devon-i Lug'ati Turk asarini u Qoraxoniylar hukmdorlaridan biri Al-Muqtadoning talabiga ko'ra yaratadi va u turkiylar o'tmishda bilasiz qabila ko'rinishida yashashgan. Aynan o'sha turkiylar yashaydigan qabilalarni o'rganadi va o'sha turkiylarni 20 ta qabiladan iborat ekanini degan manba ham qoldiradi. Va aynan o'shanda o'z-o'zidan shunday yana bitta testimizdagi javob yuzaga keladi. Ya'ni dastlabki qiyosiy tilshunoslikka ham asos solgan olim bu Mahmud Qoshg'oriy hisoblanadi. Ya'ni bir qabila ishlatadigan so'z bilan ikkinchi bir qabila ishlatadigan so'zlarni qiyoslab tahlil qilib bergan.
Mahmud Qoshqoriyning Devon lug'at turk asari ikkita qismdan iborat. Bular muqaddima va lug'at qismdan iborat. Aynan lug'at qismida sizlarga testlarda tushadigan savollar anchagina. Misol uchun ayrim bir maqollarni tahlil qilib o'tamiz. Emgak ekinda qolmas, mehnat bekorga ketmaydi. Kichigida qattiqlansa, ulg'asi suyunur. Ya'ni yoshligida mashaqqat cheksa, ulg'ayganda rohatini ko'radi. Kabi maqollar ham keltirib o'tilgan. Ikkinchi manba esa o'zbek adabiyotidagi birinchi badiiy doston Yusuf Xosxojibning Qutadug'u bilik dostoni hisoblanadi. Uchinchi manba Ahmad Yugnakiyning Hibbat ul Haqoyiq, ya'ni haqiqatlar tuhfasi yoki haqiqatlar sovg'asi asari nomi hisoblanadi. Va to'rtinchi manba bu 63 yoshida payg'ambar yoshidan ortiq yashashni o'ziga ep ko'rmagan, ayni o'sha payg'ambarimizga bo'lgan iltijolari yuksak darajada bo'lganligi sababli yer to'lada yashashni ma'qul ko'rgan, umrini toat, ibodatga bag'ishlangan Ahmad Yassaviy hisoblanadi. Ya'ni Ahmad Yassaviyning Devoni Hikmat asari hisoblanadi. Endi uchinchi davrimiz bu eski o'zbek adabiy tili davri hisoblanadi. E'tibor berayotgan bo'lsak, o'zbek va adabiy degan jumlalar kirib keldi. Bunda asosan 12-13 asrdan 20-asrning boshlarigacha bo'lgan oraliklarni o'z ichiga qamrab oladi. Bilasiz, bu davrda juda ham ko'plagan asarlar, manbalar yaratilgan. Jumladan o'zimiz biladigan Alisher Navoiy yoki Bobur, Lutfiy va boshqa ijodkorlar ham ayni o'sha davr oralig'ida yashab ijod qilgan ijodkorlar hisoblanadi. Endi bundan testda tushadigan savollar sizga aynan o'sha davrda g'arbiy til an'anasi bo'yicha yozilgan asar qaysi yoki sharqiy til an'anasi bo'yicha yozilgan asar qaysi? G'arbiy til an'anasi bo'yicha yozilgan asar bu Qul Alining qissasi Yusuf asari hisoblanadi. Sharqiy til an'anasi bo'yicha yozilgan asar esa bu Rabg'oziyning qissasi, Rabg'oziy asarlari hisoblanadi. Endi bilasiz, turkiy tillarni, turkiy manbalarni o'rgangan boshqa millat tilshunoslari ham juda ham ko'p. Jumladan rus tilshunosi bor, turkolog olim Baravkov. Ushbu davrning eng yorqin namunasi sifatida u tafsirni namuna qilib ko'rsatadi. Ya'ni Qur'oni Karimning tarjimasi yoki izohi o'sha davrning eng yorqin namunasi ekan deb yuksak darajada baho berib o'tgan. Va to'rtinchi davrimiz hozirgi o'zbek adabiy tili davri. Hozirgi o'zbek adabiy tili davri 20-asrning 10-yillaridan to hozirgacha bo'lgan davrni o'z ichiga qamrab oladi. Ya'ni biz maktab ma'lumotlarida, akademik litseylarda asosan hozirgi o'zbek adabiy tili davriga tegishli bo'lgan nazariy ma'lumotlarni sizlarga taqdim qilib boramiz. Sizga uyga vazifa sifatida aynan shu mavzularni qayta o'qish va o'zingizning qo'lingizga tarqatilgan o'sha darsliklaringizda aynan shu davrlarga tegishli bo'lgan lug'atlar mavjud. Aynan o'sha lug'atlarni daftaringizga yozasiz va yodlaysiz. E'tiboringiz uchun rahmat.